Dunyodagi eng uzun sochli ayollardan biri o'zining 2,71 m sochi bilan yana ijtimoiy tarmoqlar e'tiboriga tushdi. O'lchov natijalari uning sochi deyarli yergacha yetib borishini ko'rsatgan. Ayolning sochi belidan ancha pastga tushadi va hatto uning bo'yidan ham uzun. Bunday natijaga erishish uchun yillar davomida sochni muntazam parvarish qilish, uni asrash va o'stirish talab etilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat va videolar foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Ayniqsa soch uzunligining ayol bo'yidan ham oshib ketgani ko'pchilik e'tiborini tortgan. 2,71 m sochni yuvish, quritish va kundalik hayotda olib yurish oson emas. Shunga qaramay, ayol uni qisqartirishni rejalashtirmayapti va sochini o'stirishda davom etmoqda. Amazonka o'rmonlarida yashaydigan jingalak tepalikli arakari qushi tashqi ko'rinishi bilan boshqa tukanlardan darhol ajralib turadi. Bir qarashda uning bosh qismidagi patlar xuddi maxsus turmak berilgan sochdek ko'rinadi. Ammo bu ko'rinish sun'iy emas, mutlaqo tabiiy. Mutaxassislar ma'lumotlariga ko'ra, jingalak tepalikli arakari tabiiy jingalak patlarga ega ekani aniqlangan yagona tukan turi hisoblanadi. Odatda tukanlarning boshida tekis patlar bo'ladi. Bu turda esa pat tuzilishi o'ziga xos shakllangan. Olimlar hozircha bu jingalak patlar juft jalb qilish yoki yirtqichlarni qo'rqitish uchun xizmat qiladi degan xulosaga kelmagan. Tadqiqotchilar bu xususiyatni turga xos noyob pat tuzilishi sifatida baholashmoqda. Ushbu qushlar Braziliya, Peru va Boliviyaning g'arbiy Amazonka hududlarida uchraydi. Ular ko'p vaqtni daraxtlar shoxlari orasida o'tkazib, asosan meva izlaydi. Shu bilan birga hasharotlar, tuxumlar va ba'zan mayda sudralib yuruvchilarni ham yeyishi mumkin. Avstraliyaning Queensland shtatida 10 yoshli Scarlett dengizda noodatiy va ta'sirli voqeaning guvohi bo'ldi. U onasi Chantal Smith bilan gidrotsiklda harakatlanayotgan paytda sayoz suvda qolib ketgan ulkan kitni ko'rib qoldi. Qizaloq vaqtni boy bermay uning omon qolishiga yordam berishga harakat qildi. Scarlettning onasining aytishicha, kit ularga go'yo gapirayotgandek ovoz chiqargan. Eng quvonarlisi, voqea yaxshi yakunlangan. Suv sathi ko'tarilish bilan kit o'zini ozod qilib, yana ochiq dengiz tomon suzib ketgan. Shu tariqa kichik Scarlettning tezkor harakati va onasining yordami tufayli sayoz suvda qiynalib qolgan ulkan kitning omon qolishiga hissa qo'shildi. Voqeaning eng quvonarli jihati esa dengiz hayvonining yana erkinlikka qaytganidir.